Ovozingizni yozyapman, oldin ogohlantirib qo'yay. Men nimaman? O'sha Furqatli Gulyoraman, domla siz emasiz? Men siz bilan gaplashkim yo'q deb aytdim hozir. Mening nomerimni mendan so'ramay olyapsiz. To'g'rimi qilayotgan ishingiz? Siz meni nima qilib ko'rmasdan, tanimasdan turib butun internetda ma'lumot beryapsiz. Sizni qilgan ishingiz to'g'rimi? Men ma'lumot bermayapman, fikrimni bildiryapman. Menga qarang, sizni o'zingizni ayollaringiz internetlarga chiqib sizni so'kkan holatlarida ham hech kim fikr bildirmagan. Siz nimaga ko'rmagan, bilmagan narsangizga fikr bildiryapsiz? Fikr bildirgan, hammasi fikr bildirib yotibdi. Jakuy tezakdan namanganlik xotiningiz sizni so'kib internetga chiqqanda ham hech kim fikr bildirmaganmi? Nimaga siz ko'rmagan, bilmagan narsangizga unaqangi fikr bildiryapsiz? Minglab odam fikr bildirgan. Siz bilan ayol kishisiz. Bunaqa baqir-chaqir qilib o'tirishlikka men o'zimga ep ko'rmayman. Men fikr bildirdim. Men sizni aslida himoya qildim. Agar aqlingiz xushingiz joyida bo'lsa, sal bundoq fikringizni jamlab o'ylasangiz, Abror Muxtor Aliga tashakkur. Shuncha odam meni ko'rpa yostig'imni, ichki kiyimimni reklama qilib, PR qilib, 300 ming, 1 millionlab prosmotrni orqasidan meni orqamdan pul yeb yurganda, Abror Muxtor Ali, qo'ylaring, uni ham oilasi bor, qilgan ishi o'zi javob beradi. Yoplaring, deyapti deyishingiz kerak. Siz unaqa demaysiz-ku kechagi chiqishingizda, siz aytyapsiz hozir ham. Ularni nima, oddiygina jichagina xatosiga qamadi deyapsiz. Siz sudda qatnashdingizmi? Yo'q, menda sudda ular haqidagi bilan to'liq tanishsiz. Ular siz bunaqangi agar shantaj savol berib to'xtamay savol beraveraman desangiz, gaplash foydasi yo'q. Eshitaman sizda, gapiring. Men shantaj qilganim yo'q hech kimni. Men juda madaniyat shantaj qilyapsiz. Mana savolga javob eshitmayapsiz. Men o'zim ham sizga sudda hujjatlari bilan tanishmisiz? Shu savolimga javob bering. Yo'q, siz savolingizga javob bermayman men. Nimaga? Men tanishman. Chunki nima kimsiz siz mendan? Prokurormisiz mendan savol so'raysiz? Meni sha'nimni bulg'ab internetga chiqish uchun men sizni sha'ningizni bulg'aganim yo'q. Yana qaytib aytyapman. Siz kecha kuni boshqacha gapirib, bugun endi hozir telefon qilsam, men sizni tarafingizni olyapman deyapsiz-ku. Aslida aqlingiz ishlasa tarafingizni olyapman. Nur surasi 4-oyatda nima deyilgan? Nima deyilgan? Nur surasi 4-oyatda nima deyilgan? Siz dinni yaxshi tushunasiz? Nima deyilgan? Nima deyilgan? Zinoga 4 ta nima guvohing bo'lmasa, unaqa zino haqida guvohlik bermagin degan. Siz nimaga unaqa dinni tushunib turib shunaqa deyapsiz? Qayerda men sizni zino qildi dedim? Kecha kuni zinoni tarafini olyapsan dayuslar deb aytdingiz-ku. Yo'q, o'sha fahsh ishlarni tarafini olyapsan dedim. Siz qayerda fahsh ishni ko'rdingiz? Kimni tayindaligini aniq ko'rdingizmi? Yo'q, videoda ko'rib turibman, siz yalang'och o'tiribsiz o'tda. Siz imonni o'sha holatda zinoni ko'rdingizmi ko'zingiz bilan? Yo'q, men zino gapirayotganim yo'q. Siz kecha kuni zinoni gapirdingiz. Agar zino qilinmagan bo'lsa, sizni jazo